Bu ikkimiz bir qitimliq musobaqada qarama-qarshi komanda bo'lib musobaqa qildik. Shu jarayonda men garga top ilib kirish jarayonida bu birodarimni so'qib qo'ydim. Shuning bilan bu birodarim chiqib ketdi. Shuning bilan men bunda partiyaga kirib qo'ydim. Shu sabablar bilan biz yaqin do'stlardan, birodarlardan bo'lib qoldik. 我们俩是在一次比赛认识的。上次比赛的时候，有一次上来他把我给撞倒了，然后后来他把我给背回宿舍。我当时觉得这个人挺好的，然后我们就认识了。Menimcha bu do'stim nayt bir chiqishga odamga bir deymiz xushallik tuyg'usi bag'ishlaydigan bir yaxshi top hamrohimni birisi. 我觉得当时挺热情的呀，挺友好的。Shu do'stimiz Anxuydan keldi. Anxuyniki dangliq Anxuyning o'zgacha bir dangliq chay madaniyati bor. Chay madaniyatini bilib oldim. Undan nurg'ulgan uqmaydigan bir tarixlarni so'zlab berdi. Har qanday ta'tilda o'yib ketgandan keyin nurg'ulgan menga yaxshi yemekliklarni akab turdi. 我跟他，因为他是跟我是少数民族嘛，他，然后我就通过跟他相处，我就了解到了我们少数民族的一些文化和一些习俗，或者一些饮食习惯这些东西。这边和我们那边内地不一样，这边它的那个，比如说那个茶吧，这边都是用茶砖泡茶喝，我们那边就不一样，就是采出来的那种茶叶，这是一个小的一个不同。然后还有好多，像比如说这边有大盘鸡啊，有面肺子呀，我们那边都没有。篮球给我带来的最大的就是快乐。然后它给我带来了健康体魄，然后更重要的，篮球还让我结识了很多朋友，很多大喜。然后还有2年，我还想珍惜这2年，再好好跟他们打这2年。然后有时间我再让他们多请我吃一些烤肉，牙克西烤肉。他们都是儿子娃娃，我也是儿子娃娃。 Şunun bilan nurg'ulg'an do'stlar bilan tanishdik. Nurg'ulg'an Hanzu do'stlar bilan tanishdik. Hanzu do'stlar bilan tanish jarayonida biz kunda birga top o'ynashdan sir, ya'ni birga shanba kunlari sayohat qilamiz, birga tomoq yeymiz. Kunlarimiz nayt xushal, ma'nilik o'tkazdi. Bu basketbolning bizga bergan eng chong bir xushallik so'qsi. Garchi biz CBA, NBA 来 kirmasakmi, dunyoviy xalqaro musobaqalarni o'ynamasakmi? 我们还会坚持打篮球，我还会坚持我们的梦想。我叫陶文宇，我叫阿里木江，我们是好兄弟，我们是好兄弟。